1-apreldan boshlab kameralar orqali aniqlangan qoidabuzarliklarga ham jarima ballari belgilanadi. Agar 12 ball to'plasangiz, haydovchilik guvohnomasisiz qolishingiz mumkin. Tezlikni oshirishga nisbatan 0.5 dan 2 ballgacha belgilangan bo'lsa, qizil chiroqdan o'tish 1 ball. Qarama-qarshi yo'nalishga chiqish yoki favqulodda vaziyatga 1-2 ball atrofida beriladi. Avtohalokat joyini tark etsangiz 2 ball olasiz. Oldinga o'tish qoidalarini buzish 1-1,5 ball. Tonirovka 0.5 ball. Avtoturargoh 0.2 dan 0.3 ballgacha. Maxsus xizmatlarga to'sqinlik qilish 0.5 ball. Yo'lovchi tashish qoidalarini buzish 0.5 ball. Raqamsiz yoki taqiqlangan transport vositasini haydash 1 ball. Avtomobilning nosozligi 0.5 ball. Temir yo'l o'tish joyi 1 ball. Keraksiz signal yoki chiroqlardan foydalanish esa 0.5 ball. Ballar 12 oy ichida bekor qilinadi. Agar 6 oy davomida buzilishlarsiz bo'lsa 2 ball olib tashlanadi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Kameralar orqali aniqlangan qoidabuzarliklarga jarima ballari belgilanadigan bo'lsa, haydovchilar qoidani kamroq buzishadimi? Fikrlaringizni kommentda kutib qolaman. Bu videoni esa barcha mashinasi borlarga yuborib qo'ying.